Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz test topshiriqlari tarkibi va mazmuniga qo'yiladigan talablar, reproduktiv, produktiv, qisman izlanuvchi va ijodiy test topshiriqlarini tuzish. Test topshiriqlari ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilimini baholash va ularning o'rganish jarayonini tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi. Testlar o'z navbatida o'quvchilarning qobiliyatlarini o'lchashda, pedagoglarning faoliyatini baholashda hamda ta'lim tizimining samaradorligini tekshirishda yordam beradi. Shu bois test topshiriqlarining tarkibi va mazmuniga qo'yiladigan talablar juda muhimdir. To'g'ri va aniq test topshiriqlari o'quvchilarni samarali baholash imkonini berish bilan birgalikda ularning bilim ko'rsatkichlarini real holatda namoyish etadi. Test topshiriqlari bir nechta qismlardan iborat bo'lishi mumkin. Har bir qismning maqsadi va mazmuni ta'limiy maqsadlarga mos kelishi zarur. Test topshirig'ining asosiy tarkibi savol yoki topshiriq matnidan iborat. Savollar o'quvchilarga aniq va tushunarli bo'lishi maqsadga muvofiq. Ular tomonidan bajarilgan topshiriqlar mavzuga mos bo'lishi, o'quvchilarning o'rganish darajasiga mos va qiyinlik darajasi o'rtacha bo'lishi zarur. Savollarni shunday tuzish kerakki, ular o'quvchilarning bilimini tekshiribgina qolmasdan, balki ularning analitik fikrlash va tanqidiy tahlil qobiliyatlarini ham o'lchash kerak. Agar test ko'p variantli bo'lsa, har bir savol uchun to'g'ri javobni tanlash imkoniyatini beruvchi variantlar kiritish zarur. Variantlar o'rtasidagi farq aniq va izchil bo'lishi zarur. To'g'ri javobni tanlash o'quvchining bilimini aniq baholash imkoniyatini yaratib beradi. Biroq noto'g'ri javoblar ham o'quvchilarning fikrini sinash uchun kerakli vazifani bajarishi kerak. Variantsiz savollar, masalan, ochiq savollar yoki qisqacha javoblarni talab qiladigan savollar ham o'z o'rniga ega bo'lishi zarur. Test topshiriqlarining tarkibida javoblarni baholash kriteriyalari ham aniq belgilanishi kerak. Baholash mezonlari, masalan, qanday javoblar to'g'ri, qaysilari qisman to'g'ri va qaysilari to'g'ri ekanligini belgilab olish maqsadga muvofiq. Test topshiriqlari orqali o'quvchilarning bilimini samarali baholash uchun bir qator talablar mavjud. Ushbu talablar ishlab chiqilayotgan test topshiriqlarining maqsadiga, aniq vazifalariga va o'quvchilarning tayyorgarlik darajasiga qarab o'zgarishi mumkin. Demak, test topshiriqlariga qo'yiladigan umumiy talablarni alohida ko'rib chiqamiz. Birinchi qo'yiladigan talab aniqlik va tushunarlilik. Test topshiriqlari aniq va tushunarli bo'lishi maqsadga muvofiq. Savollar murakkab bo'lmasligi, shuningdek o'quvchiga qaysi ko'nikmalarni baholash haqida aniq tasavvur berishi zarur. Ikkinchi talabi ma'lumotlarning to'g'riligi va haqiqiyligi. Test topshiriqlaridagi ma'lumotlar haqqoniy va ishonchli bo'lishi zarur. O'quvchilarga noto'g'ri yoki eskirgan ma'lumotlar berilmasligi kerak. Bu nafaqat testning ishonchliligini oshiradi, balki o'quvchilarning bilimlarini aniq baholashga imkon yaratadi. Keyingi muhim talabi mavzuga moslik va mantiqiy tuzilish. Test topshiriqlari ta'lim dasturlari o'quv kursiga mos bo'lishi zarur. Savollar o'quvchilarga o'rganilgan materialni eslatishi va mavzuni to'liq o'zlashtirishni talab qilishi lozim. Mavzuga mos kelmaydigan yoki o'quvchilarning hozirgi darajasidan tashqaridagi savollarni kiritish testning samaradorligini kamaytiradi. Qiyinlik darajasi bu testlarga qo'yiladigan muhim talablardan biri bo'lib, testlar o'quvchilarning bilim darajasiga mos ravishda tuzilishi kerak. Savollarni turlicha qiyinlik darajasida tuzish orqali o'quvchilarning har bir darajadagi bilimini baholash mumkin. Biroq testning o'rta qiyinlik darajasi bilan tashkil etilishi o'quvchiga ortiqcha noqulaylik tug'dirmasligi kerak. O'rta darajadagi savollar bilimlarni sinovdan o'tkazish uchun eng samarali usul hisoblanadi. Testlarga qo'yiladigan keyingi talabimiz obyektivlik. Test topshiriqlari albatta obyektiv bo'lishi kerak. Ya'ni natijalar testni baholovchi kishining shaxsiy fikridan ta'sirlanmasligi zarur. Ko'p variantli testlarda, masalan, noto'g'ri javoblar va to'g'ri javoblar oldindan belgilangan bo'lib, baholashda noaniqliklar bo'lmasligi kerak. Ya'ni test topshiriqlarini ishlab chiqishda shaxsiy fikrga tayanmaslik, balki aniq manbalardan olingan ma'lumotlar asosida tuzish maqsadga muvofiq.
Keyingi talabimiz javoblarni tahlil qilish uchun yaratilgan fursatlar. Testlar o'quvchilarga faqat to'g'ri javobni berish emas, balki o'z javoblarini tahlil qilish imkonini berish uchun tuzilgan bo'lishi kerak. Masalan, ochiq savollar yoki qisqacha javoblarni talab qiladigan topshiriqlar o'quvchilarga o'z fikrlarini ifoda etish, sabablarni keltirish va tahlil qilishga yordam beradi. Bu pedagoglarga o'quvchilarning fikr tarzini va tushunishini yanada chuqurroq baholash imkonini yaratadi. Test topshiriqlari pedagogik baholashning samarali vositasi bo'lib, ularga qo'yiladigan talablar aniq va qat'iy belgilangan bo'lishi maqsadga muvofiq. Test topshiriqlari ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarning bilimlarini baholashda, ularning fikrlash va ijodkorlik darajasini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Har bir o'quvchining ma'lum bir kompetensiyalarni o'lchashga qaratilgan bir necha turdagi testlar mavjud bo'lib, ular reproduktiv, produktiv, qisman izlanuvchi va ijodiy testlar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Reproduktiv testlar odatda o'quvchidan o'rgangan bilimlarini, ma'lumotlarini takrorlashni va qayta ishlashni talab qiladi. Bunday testlar asosan o'quvchilarning o'rganilgan materialni eslab qolishi va uni oddiy shaklda qayta ishlashiga asoslanadi. Reproduktiv testlar odatda o'quvchilarni materialni eslab qolish, oddiy savollar va ko'rsatmalarni bajarish, to'g'ri yoki noto'g'rini belgilashni talab qiladi. Produktiv testlar bunday test topshiriqlari o'quvchidan o'rgangan bilimlarini yanada rivojlantirish, tahlil qilish va yangi vaziyatlarda qo'llashni talab qiladi. Bunday topshiriqlar o'quvchilarning ma'lum bir mavzu bo'yicha chuqurroq tahlil qilishga va analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Qisman izlanuvchi testlar o'quvchilarga o'z bilimlarini mustahkamlash va izlanish jarayonida erkinlik berish, ma'lum bir mavzu doirasida chegaralanmagan ma'lumotlardan foydalanish imkonini yaratadi. Ijodiy testlar o'quvchilarda yangi fikrlarni ishlab chiqishni, muammolarni yechishni yoki original g'oyalarni yaratishni talab qiladi. Bunday topshiriqlar asosan o'quvchilarning ijodkorlik va innovatsion fikrlash, kreativlik ko'nikmalarini baholashga qaratilgan bo'ladi. Ijodiy topshiriqlar o'quvchilarga o'z bilimlarini yangicha tarzda, yangicha yondashuvlar bilan qo'llash imkoniyatini yaratadi. Har bir turdagi test o'z maqsadiga xizmat qiladi. Reproduktiv test topshiriqlari o'quvchilarni o'rganilgan materialni eslab qolish, qayta ishlashga undasa, ijodiy testlar ularning yangi g'oyalarni yaratish, o'z g'oyalarini noan'anaviy tarzda asoslashga yo'l ochib beradi. Demak, ustozlar, test topshiriqlarining tuzilishiga, mazmuniga qo'yiladigan talablar shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.